Xudo xolasa akalar ikkinchi partiyamizni ham boshlab oldik. Bir qator ma'lumotni aytib o'ting aka bularni. İkinci partiyamizga ham 4 ta to'g'ri Yusufxon. Bularda bo'g'oz qisiliga bir narsa garantiya bermaymiz. Mana shu qora bilan sariq, mana shu qora bilan mana bu sariq. Yelim ko'ch qop Yusufxon. Aha. Mana shu ikkovidan rost mana yelik ko'chgani, endi buni bo'g'ozni kafolat berolmaylik. Shu narsa deyilgan. Shu narsaga berilaveradi. Ana bo'g'oz ekan deb turib kutib bitta o'rinsa bizga u kerak emas. Eti zo'r, kalla vashni ham ma'lum bo'ladi. Kallasini bunday olib qo'ying. Qarang, quloqvashi ham butun. O'ta chiroyli kalla. Toza variantida. Mana uni olib qo'ying, mana uni. Kalla boshlarini nima deyapti buni? Jonivor egalar quloqi. Orqa boshini ham olib qo'ying, dim boshlarini. O'ta sifat jonivor. Jonivor. Sifatiga 5 ga to'g'ri olib qo'yiladi. Bunaqasi ham kashtang, mana qoraga. Mana Beli ham semiz. Beli ham semiz. Bunda bez yo'q. Dumma variantida Xudo xolasa. Buni qo'shqarga qo'shiladigan variant ekanda, Xudo xolasa. Hozir ham qo'shsa bo'laveradi, Yusufxon. Hozir ham qo'shsa bo'laveradi, Xudo xolasa aka. To'g'ri ham qo'zi hali shakka chiqmagan. To'g'ri ham qo'zi variantda, Xudo xolasa. Jonivorni qaranglar akalar, tidumma variantida, Xudo xolasa. Jonivorlar qaranglar. Bittadan like bosib, akalar obuna bo'lib tursalar, Xudo xolasa shunaqa sifatlilardan tavsiya qilishda davom etamiz, Xudo xolasa, inshaalloh akalar. Yevichalar sinovdan o'tganmi aka bularni? Gap so'z yo'q. Konkret qo'ylar. Yevichasi unaqa badani ham bo'lmaydi, Yusufxon ariqtirib qo'zi emas-da. To'ppada. To'rro'yning badani o'ziga. Yosh oyliklari qanaqa endi buni aka? Yoshlar 8-9 atrofida qo'zilar. 8-9 oylik atrofidagi to'qli qo'zi sog'liq so'ragan aka ukalarimiz bormi unda xolasa? Qo'chqorga qo'shishga tayyor variantida unda xolasa akalar. Jonivorlar qaranglar bu qator akalar ko'rib maza qilib ko'z quvnaydigan variantida unda xolasa. Dastavkasini qayergacha qilamiz endi buni aka? Bu ham vodiy bo'ylab Toshkentgacha, Yusufxon. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha ketaveradi bular ham. Ketaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa vodiy bo'ylab Toshkentgacha ham ketaveradigan akalar. To'g'ri, bitta obunachimiz qo'ydi, Yusufxon. Xudo xolasa qora tashab qo'ysa, xudo xolasa. Xilta to'g'ri ham. Katta ham xil. Hammasi o'ziga yarasha. Bo'ydaklari ham jonivorlar qaranglar aka. 70 dan baland bular. 70 dan baland, Xudo xolasa. 70-75 ga olishaversin. 70-75 ga olishaveradi, o'ylanmay, Xudo xolasa. Bexijolat. Jonivorlar qaranglar. Endi videoda ko'p cho'zmasdan aka, endi bitta narxlarni bomba qiling bularni. Mana bular to'rro'ga optimlar aytamiz, ha? Aha. Xo'p, dengel gapiramiz, ammo tanlab oladigan narx emas. Aha. Misol, mana sariq, mana qorani o'zini joyida o'shanaqdan deysa, unda bizga ham to'g'ri kelmay qoladi, mana bu sariq. Endi bitta ikkita gap plis bor, har doimgidek. Bitta gap plis bo'ladi. To'rro'ni bitta olgandan men qo'lingizni bering. Boshqa meylab boda bo'ylab Toshkentgacha dastavkasi bor, ha? Aha. Xo'p. 3,5 million so'mdan. 3,5 million so'mdan. Barakasini bersin. Xudo xolasa 3 million 500 ming so'mdan, hurmatli akalar. Yosh oyliklari qanaqa edi buni aka? Yosh oyliklar 8-9 oy atrofida, Yusufxon. 8-9 oy atrofidagi to'g'li so'ragan qo'chqorga tayyor variantidan Xudo xolasa. Yemini ozgina yeb turgan ekan, badallari ham yaxshi ekan akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar, Xudo xolasa akamiz xayr sunnatiga endi o'tib beradi. Zabarim, Xudo xolasa. Sunnatiga o'tib beraman, xayriga. O'tib beraman deb ko'p so'rashmoqchi. Nima ekan, narxlar yo'lida qo'yilyapti, Xudo xolasa akalar ishqibozi aloqaga chiqaradi. Xudo xolasa akalar keyingi partiyamizni boshlaymiz.